Assalomu alaykum. Hayotimizda shunday gap bor. Nima uchun ayollar erkaklardan ko'proq yashaydi desa, hazil aralash kinoyamiz ayollarning xotini yo'q deyshadi. Lekin aslida erkaklarimiz tomonidan qo'yilayotgan ba'zi bir xato kamchiliklari tufayli o'z vazifasini ado etishdagi 7 xil xatosi borki, ularni joy-joyiga qo'yib, ayollari bilan, jufti haloli bilan bab-baravar hayot kechirishga nima etsin? Keling, biz erkaklarimiz tomonidan yo'l qo'yayotgan xatolar, kamchiliklarni aniqlaymiz. Aksar qismi birov 1 xil, birov 4 xil, birov 5 xil xatolarga yo'l qo'yadi. O'shalarni o'zlari bilan suhbatlashib, tekshirib topamiz, tekshirib ko'ramiz. Qancha yashash uchun badanida mavjud bo'lgan imkoniyatlarni aniqlaymiz va xudo xolasa yordam beramiz. Umringiz bab-baravar yashash, yuzlardan oshib yurishga imkoniyati bor. 140 yil yashash kerak inson, yuzlardan oshib yashab yurishlarini tilab qolamiz.